Bittasi shaharga mos va xos shaklda, ikkinchisi esa og'ir yuklarga mo'ljallangan ikkita Amerikaning eng mashhur pikaplaridan bittasi GMC Sierra. Uzunligi 6,5 metrdan oshadi. Eni va balandligi 2 metrdan oshadigan ushbu pikapimiz GMC Sierra Denali 2.5 HD. Ixcham bo'lgan pikapimizda esa uzunligi 5,5 metrdan oshadi. Balandligi 2 metrga yetib bormaydi, eni ham 2 metrdan ozgina oshadi. Kerak bo'lsa baquvvat hamda bahaybat bo'lgan yuk tortadigan avtomobillardan balandroq ko'rsatkichga ega bo'ladi. 6.6 Duramax turbinli dizelli dvigatel V shakldagi 8 silindr 470 ot kuchi 1322 Nm bo'ladi. Buksurovkaning quvvati esa 10 tonnadan oshadi. Shaharga moslangan ushbu pikapimizda esa 3 litrli Duramax turbinli dizelli dvigatel bo'ladi. Ay obrazli 6 silindr 305 ot kuchi 671 Nm bo'ladi. Buksurovkaning quvvati esa 6 tonnadan oshadi. Yuradigan omborxonamizning hajmi 1,5 ming litr atrofida bo'lsa, yuk ko'tarish quvvati esa 6 tonna atrofida bo'ladi. Shaharga moslangan pikapda esa 3,5 tonna atrofida yuk ko'tarish quvvati bo'lsa, uning litri esa 1000 litr atrofida bo'ladi, balkim sal ko'proqdir. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? 1,5 ming paket GMC Sierra mi yoki bahaybat bo'lgan og'ir yuklarga mo'ljallangan 2,5 ming HD mi? Albatta buning ma'lumotlari, batafsil rasmlari va uning to'lovlari qiziq bo'lsa, eksklyuzivniy o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan pikaplarning Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Profilning yuqori qismida havola mavjuddir.